O'rtoqlar e'tiboringlar markazida BYD Chazor 2024-yil atiga 7000 yurgan narxini hozir necha pul dedi so'raymiz. Dashachi? Wando. Wando 50 ming demoqchiman. 50 ming yuan bu o'rtacha 7000 dollarlar bo'ladi. Hozir men ularga 5000 dollar qancha yuan bo'ladi? Samau. Samaomi? Samao. Samau. Samao. Samau bishim. Dobra. Dobra. Naqd. Bishim. Berasanmi? 5000. Atiga 7000 yurgan bor. Berama qadrli. Ko'rsataylik. Yashi. Yashi. Hozir yashini olib kelsin. Qaranglar-da. Buni 7000 ga olgan taqdirimizda ham bizda rastamoshka narxlari 14000 dollar bo'ladi. Qaranglar, 14000 dollar. Hozirgi kunda balki oshib qolishi ham mumkin. Nima deymiz? Qanchalik bu ozgina bizani mana kattalarga iltimos-da bu. Ozgina bizani o'ylab sal yengilroq qilib bersa, где-то bir 7-8 ming ketadigan qilib bersa, mana shu gibridlarga zo'r bo'ladi. Beri o'zim ko'rsatay, mashinani bundan ko'ringlar o'zinglar. Chotga turib, yonib ketishdi, issiqda turaverib. Mana chirib ketmagan, yonib ketmagan. Xullasda. Buni sodalashib o'tirmadim, 5000 ga barib bermaydi. 6000 ga bersa ham katta gap. Rastamoshkasi bilan Nuvigidan chiqadi, o'zimizdan olsa bo'ladi, rastamoshkasi bilan. Xuddi shunaqalar bo'lib qoladi. Shuning uchun vdruk kimga mashina kerak bo'lsa yozaveringlar. Men bu BMW A3 narxi 18000 ga, 18000 chiqdi. Logistika xarajatlari, dokumentatsiyalari bilan gazeta qancha ketadi? 1,5 ming tepasiga qo'shasizlar-da, 20 ming bo'ladi. Lekin probegi ko'p ekan, 90 ming ga. Shuning uchun bizga obuna bo'linglar. Kattalarga bitta iltimos, murojaat. Ozgina bizlarni ham o'ylab, bojxona xarajatlarini yengilroq qilib bersa xursand bo'lardik. Salomat bo'linglar.